Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Vokvi sayti, ya'ni Vok sayti yordamida Arduino bilan birgalikda svetodiodlarni, ya'ni bitta emas, bir nechta svetodiodlarni yoqishni va o'chirishni, har xil usullarda boshqarishni ko'rib chiqamiz va dasturiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Dasturini men bugun ko'proq sizlarga tushuntirib beraman. O'tgan videolarimizda Vok saytiga, Vokvi saytiga qanaqa qilib kirish kerakligi va undan qanaqa qilib foydalanish kerakligi haqida ozgincha ma'lumot berganmiz. Bugun harakat qilamiz mana shu sayt to'g'risida ko'proq ma'lumot berishga. Xo'p, Vokviga kirganimizda mana shu ko'rinishda bo'ladi va bizga o'zimizga kerakli Arduinoni tanlab olamiz. Masalan, Arduino Uno boshlang'ichlar uchun eng qulay plata. Ana endi biz mana shu joyda bitta va bir nechta svetodiodlarni ishlatmoqchi bo'lganimizda, misol uchun ikkita va undan ortiq svetodiodlar ishlatmoqchi bo'lsak, bizga breadboard, ya'ni maketli plata kerak bo'ladi. Kattaroq ekranda full screen qilish uchun Alt Enter tugmasini bossak, full screen, ya'ni to'liq ekran bo'ladi. Amaliy qismi biz mana bu ledlarni rezistor yordamida va rezistorsiz ham ulasak bo'ladi. Rezistorsiz ham ulasak ishlaydi. Rezistor bilan ulaydigan bo'lsak, bu xavfsizroq ishlaydi. Kuyib qolish ehtimolligi kamroq bo'ladi. O'tgan darslarda aytganimizdek, ledimizning plus tarafi mana bu uzun, ya'ni qiyshaygan tarafi bo'ladi. Ledimizning minus tarafi esa mana bu kalta, ya'ni tekis oyoqchasi minus bo'ladi. Xo'p, Arduinoning o'ziga keladigan bo'lsak, Arduino real hayotda ham xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Arduinoda mana bu ko'pchilikni qiziqtiradigan mana shu chekkasidagi tugma Arduinoga to'liq reset, ya'ni перезагрузка berish uchun kerak bo'ladi. Dasturda masalan boshqatdan ishga tushirmoqchi bo'lsak, bizga aynan mana shu tugma yordam beradi. Ana endi biz bu Arduinoni to'liq o'rganishimiz uchun ikki qismga bo'lib olganimiz bizga qulayroq, ya'ni o'ng qismlar va chap tomondagi qismlar. Men birinchi bo'lib o'ng tomondagidan boshlayman. O'ng tomonda ko'rib turgan bo'lsak, eng tagida Uno 0 deb yozib qo'ygan va eng tepasida RF deb yozib qo'ygan. Men sizlarga birinchi bo'lib mana shu tarafda to'xtalmoqchiman. 0 dan boshlab mana bu 13 gacha bo'lgan raqamlar, bularni biz pin oyoqlar deb nomlab olamiz. Pin oyoqlar 0 dan boshlab 13 gacha bo'lgan raqamlar bu pin oyoqlar. Bu oyoqlardan, ya'ni 0 dan boshlab 13 gacha bo'lgan pinlardan signalli toklar chiqadi, signalli to'lqinli toklar chiqadi. U nima degani? Biz aynan mana shu pinlar yordamida svetodiodlarni, motorlarni va shunga o'xshash har xil sensorlarni boshqarishimiz, ishlatishimiz, kontrol qilishimiz mumkin. 0 bilan 1 da hozircha boshlanishiga sim ulamay turamiz, chunki 0 bilan 1 bizni kompyuterimiz bilan ma'lumot almashish uchun xizmat qiladi. Agar yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu 0 bilan 1 ga RX va TX deb yozib qo'ygan bo'ladi. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Bilmaganlarga ma'lumot, RX, TX bu ma'lumot almashish ma'nosini beradi. Ma'lumot almashish degani, biz 0 bilan 1 ga sim ulamaymiz. Shunda o'z-o'zidan ma'lumki, ikkinchi pindan boshlab 13chi pingacha sim ulashimiz mumkin. Ya'ni 2 dan boshlab 13 gacha xohlagan pinimizga sim ula olamiz. Endi uni tepasida turgan GND, bizga Arduinoda ko'rinib turgan GNDlar soni jami 3 ta. Masalan, bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchi GND. Xo'p, endi GND nima degan savolga javobim, GND Arduinodan yagona minus tok chiquvchi pin. Ya'ni aynan mana shu GNDsidan biz minus tok ola olamiz. Ana endi GND bilan tanishdik. Uni tepasida RF oyoqchasi bu RF har xil LCD ekranlar yoki bo'lmasam shunga o'xshash qurilmalarni, sensorlarni ishlatmoqchi bo'lganimizda ishlatishimiz mumkin RF oyoqchasini. Buni ham qolgan darslarimiz davomida o'rganib boramiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan asosan ishlatadiganimiz GND va mana bu 2 dan 13 gacha bo'lgan pinlarimiz. Ana endi chap tomonda ko'rib turgan bo'lsak, A0 dan boshlab A5 gacha pinlar yozib qo'ygan. Bu pinlarni biz sodda qilib aytganda
yordamchi pinlar deb atashimiz ham mumkin. Ya'ni qanaqa ma'noda? Ikkinchi pindan boshlab 13-chi pingacha bizda mabodo pin yetmay qoladigan bo'lsa, biz 13 ta, 12 ta emas, biz 15 ta, 16 ta svetodiodlarni yoqmoqchi bo'lsak, biz mana shu analog pinlardan foydalanishimiz mumkin. Buning ikkinchi vazifasi, ya'ni analog pinning ikkinchi vazifasi bu yerdagi oddiy pinlardan aniqroq ishlab beradi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu joyiga ham yozib qo'ygan, mana analog in degani ma'lumot kirish degani. Xo'p, analog pinlarimiz bu pinlardan ko'ra aniqroq va yaxshiroq ishlab beruvchi pinlar bo'ladi. Xullas, uzoqdan aytganda, tashqaridan aytganda, bu pin bilan bu pinning vazifasi deyarli bir xil. Faqatgina yagona farqi, bu analog pinlarimiz aniqroq ishlab beradi o'ng tomondagi pinlarga qaraganda. Ana endi uning tepasida, A0 ning tepasida turgan pinimiz Win oyoqchasi. Bu Win oyoqchasi mana shu Arduino platamizga, to'liq Arduino platamizga yagona 6 voltdan 12 voltgacha tok kirgizishimiz mumkin bo'lgan joy. Yana qaytarib aytaman, mana shu platamizga, to'liq platamizni ishga tushirish uchun yagona 6 voltdan 12 voltgacha tok qabul qiluvchi joy. Ya'ni sizlar aynan mana shu joyga 6 voltdan 12 voltgacha tok ulashinglar mumkin. Bo'ldi, qolgan joyga ulash mumkin emas. Faqat mana shu joyga ulashimiz mumkin. Endi uning tepasida GND, ikkita GND ketma-ket kelgan, biz bu bilan tanishdik. GND bizda yagona minus tok chiqaruvchi joy, ya'ni sizlar mana shu joydan minus tok olishinglar mumkin. Bu yerdan esa plus tok. 6 voltdan 12 voltgacha bo'lgan plus tok olishimiz mumkin. Endi uning tepasida 5V deb yozib qo'ygan. Bu 5V degani plus minus mana shu joyda faqat 5 volt tok chiqadi va faqat 5 volt tok kiradi degan ma'noni bildiradi. Misol uchun biz Arduinoga 5 volt ulamoqchi bo'lsak, biz mana shu joyga ulashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa biz Arduinodan 5 volt chiqazmoqchi bo'lsak ham mana shu joyidan chiqazishimiz mumkin. Uning tepasida 3 volt, bu ham vazifasi xuddi shunaqa, 3 volt tok chiqishimiz yoki bo'lmasa 3 volt tok chiqarib ishlatishimiz mumkin. Uning tepasida reset, bu reset tugmasini reset pinini vazifasi mana bu tugmani tashqariga chiqazib qo'yish. Ya'ni misol uchun men alohida mana bu yerdan mana bu joydan alohida bitta tugma oladigan bo'lsam, mana shu resetni shunaqa ulab qo'ysam yetadi. Mana buni ham darsimiz davomida tushamiz. Undan keyin esa ERF oyoqchalarimiz. Bu ERF oyoqchalarimiz ham ekranlar va shunga o'xshash har xil sensorlar bilan ishlashda yordam beradi. Xo'p, sizlar bilan Arduino bo'yicha yaqindan tanishdik. Ana endi ikkita va undan ortiq svetodiodlarni ishga tushirib ko'ramiz. Svetodiodlarni breadboardga, ya'ni maketniy plataga ulash uchun biz mana shu ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Mana shu haqida ham ma'lumot aytib o'tay. Sizlar Vok saytida elementlarni ixtiyoriy narsalarni burish uchun, aylantirish uchun klaviaturada R tugmasini bossanglar, bu elementlar sizlar xohlagan tarafga aylanib bera oladi va o'zingizga qulay qilib qo'yib olib ishlatishinglar mumkin. Xo'p, hozir men o'tgan darsimda breadboardni tushuntirib berganman. Agar ko'rgan bo'lsanglar, hozir yana tushuntirib beraman. Mana bu ekranda ko'rib turgan breadboardimiz, ya'ni maketniy platamiz ikki qismga bo'linib oladi. Tepadagi qismi ledlarni olib turamiz. Tepadagi mana bu qismlari tokni chap tomondan o'ng tomonga yoki o'ng tomondan chap tomonga tokni to'liq jo'natadi. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot, maketniy plata, ya'ni breadboarddan tok chiqmaydi. Breadboarddan hech qanaqa tok chiqmaydi. Bu akkumulyator emas. Breadboardda asosiy o'zini vazifasi sizlar ulagan tokka o'tkazib berish, ya'ni o'tkazgich. Ana endi pastki versiyasi ham xuddi shunaqa, chapdan o'ngga yoki bo'lmasam o'ngdan chapga qarab tok uzatadi. Men nima uchun unaqa deyapman? Misol uchun men endi amalda bitta ko'rsatib beraman. Misol uchun men GND da ko'rsatib beraman. GND dan sim chiqarib mana bu yerga ulaydigan bo'lsam, menda faqat mana shu eng pastki qatorda GND paydo bo'ldi degani. Mana shu joydan boshlab oxirigacha GND paydo bo'ldi. Mana oxirigacha mana shu mana bittasini chiqaramizda, mana shu yerdan boshlab bundoq qilib qo'ya qolamiz. Mana shu yergacha GND paydo bo'ldi degani. Xo'p, ana endi agar men bu yerga emasda men GND ni
bu yerga ulaydigan bo'lsam, bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana shu joydan boshlab oxirgi liniyagacha tok paydo bo'ldi degani, lekini bor. Lekin tepadagi toklar pastga o'tmaydi. Tepadagi mana bu yerga ulagan toklarimiz pastga o'tmaydi. Misol uchun men bu yerga GND ulab qo'ydimmi? Mana shu joyda GND bormi? Pastda yo'q GND. Ana endi mana bu sim orqali pastga o'tdi. Endi pastki qismda ham minus tok bor degan, oxirgacha bor. Agar mana bu simni uzib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi, faqatgina mana shu tepa qismda tok bor degani. Xo'p, buni ikkita chekkasi, ya'ni mana bu tepasi ham bir xil. Bu ham xuddi shunaqa. Agar men minus tokka tezroq o'tkazib tushuntirib beraman. Agar minus tokka bu taraf qulaydigan bo'lsam, oxirgacha minus tok paydo bo'ldi degani. Agar minus tokka bu yerga qulaydigan bo'lsa, mana shu liniyada oxirgacha minus tok paydo bo'ldi degani. Xo'p, men quyida aytdim, breadboardimiz ikki qismga bo'linib oladi dedim. Yana qaytarib aytaman, breadboardimiz ikki qismga bo'linib oladi, gorizontal va vertikal. Ya'ni bizani bu breadboardimiz toklarni yonga qarab o'tkazadi va tepadan pastga qarab o'tkazadi. Tepadan pastga qarab o'tkazuvchi qismi xuddi mana shu o'rta qismi bo'ladi. O'rta qismiga mana bu joyidan boshlab, mana bu joygacha bo'lgan masofa o'rta qismi hisoblanadi breadboardni. Agar men breadboardni o'rta qismiga, ya'ni mana bu qismiga tok ulaydigan bo'lsam, pastga qarab tok ketadi. Ya'ni mana shu liniyada tok ketadi. Agar biz breadboardning orqa qismini ko'radigan bo'lsak, bu orqa qismida oddiy temirlar joylashilgan, bilamiz, temirdan tok o'tadi. Bunda ham tok o'tayotganini asosiy vazifasi, asosan tok o'tishini sababi mana shu. Sababi shu. Temir qo'yilganligi uchun tepadan pastga yoki bo'lmasam chapdan o'ngga yoki bo'lmasam o'ngdan chapga qarab tok o'tadi. Xo'p, bunda orqa qismida temirlar, hozir aytganimdek, ikkita chekka qismida uzunasiga qo'yilgan, o'rta qismlarida tepaga pastga qilib qo'yilgan. Bunda ham xuddi shunaqa. Masalan, bu liniyaga ulagan tokim bu liniyaga o'tmaydi. Bu liniyaga ulagan tokim bunisiga o'tmaydi. Mana shu liniyalarda tok oqadi. Agar men minus tok ulaydigan bo'lsam. Xo'p, endi amaliy ko'rsatib beraman. Masalan, men simimizni turamiz. Masalan, men GND ni olib mana bu joyga ulaydigan bo'lsam, mana shu joydagina faqat minus tok paydo bo'ldi. Yonlariga o'tib ketmaydi. Faqat mana shu liniyada minus tok paydo bo'ladi. Endi menga minus tok kerak bo'lsa, mana shu joydan xohlagan joyimga minus tok olib bora olishim mumkin. Xo'p, endi breadboardni tozalab olamiz. Breadboard haqida qisqacha ma'lumot mana shu. Qiyin narsa emas breadboard. Ish davomida, amaliy ishlarimiz davomida yana chuqurroq o'rganib olsak bo'ladi. Xo'p, ledlarni ulashni boshlaymiz. Ikkita va undan ortiq ledlarni ulashimiz uchun biz mana shu holatga keltira olishimiz kerak svetodiodlarimizni. Undan keyin men e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bitta liniyaga ledlarni ulashni boshladim. Mana bitta liniyaga ledlarni ulashni boshladim. Ledlar mana shunaqa ko'rinishda ulanadi. Sababi men keyinchalik o'zimga oson bo'lishi uchun. Ya'ni qanaqasiga oson bo'ladi? Men bu yerdan bittagina GND chiqaraman-da, mana bo'ldi. Bitta GND chiqarish orqali 3 ta svetodiodga ham minus tok berdim. Xuddi shu tarzda men qolgan svetodiodlarimni ham ulab ketsam bo'ladi. Mana bu yerga men breadboard to'lguncha ulashim mumkin. Agar endi breadboardsiz ham ulasa bo'ladi deganlar to'g'ri. Breadboardsiz ham ulasa bo'ladi. Lekin men agar breadboardsiz ulaydigan bo'lsam, har bir pinini mana bunaqa ko'rinishda ulashimga to'g'ri kelar edi. Menda mana shu vazifani breadboard bajaryapti hozir. Ya'ni tushunganingizdek, breadboardga orqa qismiga temir qo'yilgan. Men bitta minus tok berganim uchun hozir hamma mana shu yerda nechta svetodiod turgan bo'lsa, hamma svetodiodga minus tok bordi. Men har biriga alohida minus tok ulashim shart emas. Agar breadboardsiz ishlatadigan bo'lsam, har biriga alohida minus tok ulashimga to'g'ri kelar edi. Hozir biz sizlar bilan minus tok ulanishini ko'rib chiqdik. Ana endi men mana shu yerdagi har bitta ledga pin ya'ni plus tok berib chiqishim kerak. Uning uchun men mana bu ledlarni oyog'ini
breadboardga ulab olaman. Mana shu ko'rinishda ulab olishimiz bizga qulay. Men bilan bir xil qilib ketishingiz ham mumkin. Agar tushunmagan yoki bo'lmasam ulgurmagan joylarni videoni orqaga qaytarib ko'rib olsanglar bo'ladi. Video bilan bir xil qilsanglar yoki bo'lmasam videoni ko'rib olib turib keyin qilsanglar juda ham tushunarli bo'ladi. Xo'p, boya aytdim 0 bilan 1 ga sim ulashimiz mumkin emas. Hozircha mumkin emas. Hozircha ulamay turamiz. Buni keyinchalik ulaymiz, keyinchalik ishlatamiz ham. Hozircha ikkinchi pindan boshlab tok chiqaramiz va men endi simni mana bu joyga emas, mana buni to'g'risiga ulashim kerak bo'ladi. Buni to'g'risiga ulagan paytimda men to'g'ri ulagan bo'laman. Mana endi to'g'ri ulandi. Sababini ham tushuntirib beray. Sababi mana bu joyga ulangandan keyin buning ichida o'zi orqa qismida temir turgan bo'ladi. Mana shu joyga ulaganim o'zi yetadi. Temir bu yoqqa tokka o'tkazib beradi. Men sim olib borib ulashim shart emasda, o'sha vazifani boya aytganimdek menda breadboard bajarib beradi. Xo'p, ana endi men birinchisiga pilostok uladim. Endi ikkinchisiga pilostok ulaymiz. Ikkinchisiga pilostok mana shu ko'rinishda ulanadi. Ana endi uchinchisiga pilostok ulaymiz. Mana shunday bo'ladi. Bu shunday bo'ladi. Mana hamma pinlarimizga sim ulab oldik, hamma ledlarimizga sim ulandi. Xo'p, ikkita va undan ortiq svetodiodlarni ulanish ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Keyin yana bitta bokvini plus tarafi sizlar simni o'zingizlarga yoqqan, xohlagan rangingizda mana tepada xohlagan rangingizga qo'yishinglar mumkin. Buni klaviaturadagi tugmalar orqali ham amalga oshirsanglar bo'ladi. Misol uchun 1 bossam jigarrang, 2 bossam qizil, 3 bossam sariq, 4 bossam sariq, to'q sariq, 5 bossa yashil, 6 bossa ko'k, 7 bossa yana boshqa rang. Xo'p, xuddi shunaqa rangda o'zingizga yoqqan rangda qolishinglar mumkin. Bu ulanish sxemasi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi men bularni ketma-ketlikda ishga tushirib ko'raman. To'g'rilab olamiz. Ana endi dasturini yozishni boshlaymiz. Dasturi o'tgan dars tushuntirib berganimdek pin mod 2 virgul outputni bilamiz nima uchunligini. Keyingisi 3 virgul yana output pastga tushamiz. Bu yerda men e'tibor berayotgan bo'lsanglar, birinchisiga ikkinchi pin yozdim, keyingisiga uchinchi pin yozdim. Sababi, ya'ni uchinchi raqam yozdim. Sababi men ikkinchi pinga ulaganman, uchinchi pinga ulaganman, to'rtinchi pinga ulaganman, 5, 6 ga ulaganman. Xuddi shunaqa tarzda men 6 gacha pin mod yozishimga to'g'ri keladi. Besh virgul put mana qo'llab qo'yamiz. Mana 6 ta pin tayyor, ya'ni 6 gacha bo'lgan pinlar tayyor. Buni birdan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 5 ta yozildi. Biz 5 ta ledni boshqarmoqchimiz, ya'ni yoqib ko'rmoqchimiz. Ana endi men hozir bularga pin kirgizdim, ya'ni bu degani mana shu pinlardan, mana shu raqamlardan, shu sonlardan tok chiqsin degan dasturni yozdim. Ma'nosi shu ko'rinishda. Ana endi men bu pinlarni yoqishim kerak. Ya'ni mana shu 2 dan boshlab 6 gacha bo'lgan pinlarni, ya'ni mana bu svetodiodlarni yoqishim kerak. Yonish dasturi esimizda bo'lsa Digital Rights qavs ochilgan 2,1 edi. 2,1 bu ikkinchi pinni yoqish degani. 1 yoqish, mana bu qo'yilgan 2 esa qaysi pinligini bildiradi. Ana endi tagidan delay o'tgan dars
delayni ham tushuntirib bergandim. Delay bu vaqt degani. Bu delayimiz millisekundlar bilan ishlaydi. Agar men bu yerga 1000 kiritadigan bo'lsam, dastur uni 1 sekund deb qabul qiladi. Agar bu yerga men 2000 kirgizadigan bo'lsam, dastur uni 2 sekund deb qabul qiladi. 5 kirgizadigan bo'lsam 5 sekund, 6 kirgizadigan bo'lsam 6 sekund va hokazo. Ana endi tagidan tushamiz. Men bitta set diodda yonishini yozdim. Ana endi buni o'chishini yozib olamiz. 2,0 o'chishi bo'ladi. Buni tagidan yana delay yozamiz. Ana endi men tahrirlab beraman. Nima uchun ikkita delay yozdim? Sababi birinchi delayim mana bu yonishi uchun xizmat qiladi, yonishiga ta'sir qiladi. Ikkinchi yozgan delayim esa o'chishiga, mana bu dasturga ta'sir qiladi. Keyin yana bitta ma'lumot, har doim delay o'zidan oldin turgan dasturga ta'sir ko'rsatadi. Bularni ko'paytirib olamiz. Buni 3 4 5 buni oxirgi pinimiz 6 qilamiz. Mana bizning dasturimiz tayyor. Hozir tushuntirib berganim bo'yicha ishlaydi dasturimiz. Dastur bo'yicha svetodiod birinchi yonadigan ikkinchi pin bo'ladi. Ikkinchi pin yonish kerak 1 sekund. 1 sekunddan keyin o'chish kerak. Keyin uchinchi pin yonadi, keyin o'chadi. To'rtinchi pin xuddi shunaqa ko'rinishda ishlash kerak. Zagruzka bo'lganidan keyin ko'rishimiz mumkin. Mana ikkinchi pin yonida o'chdi, uchinchi pin yonida o'chdi, to'rtinchi pin yonida o'chdi, beshinchi pin yonida o'chdi, oltinchi pin yonida o'chdi. Kuzatganingiz uchun rahmat do'stlar. Kanal rivojlanishi uchun, ko'proq odam yig'ishi uchun layklarni, kommentariyalarni ayamaysizlar va tarqatib tashlaymiz videolarni. Sizlarga rahmat. Keyingi dars ko'rishguncha.